Nimaga uryapsan Oybek? Bilmay qoldingmi? Ha, nima din dilimga san? Qishnatadiganim yo'q dilimga. Sani deb mendan voz kechyapti. Agar yana bir marta seni ko'rsam, mendan yaxshilik kutma. Tushundingmi? Men seni endi bildim. Meni nimaga urayotganingni. Sen uni boshqasi bilan ko'rib qolgansan. Lekin men kelib senga uni aytmaganligim uchun kelib meni uryapsan. Xohlasang aytishim mumkin. Sardor uni ismi. Oybek. Men senga yomonligim yo'q. Men sen aytmading. Men tanimayman dilimni dashi. Xo'p, kechir. Mendan uzr so'rama. Men senga yomonligim yo'q. Yomonligim yo'q. Axir u o'rtog'im meni. Tushunmadim. Kim haqida gapiryapsiz? Ana Oybek haqida. Kecha bitta qizchasi bilan ko'chada yurib turgan ekan. Bolalar kelib gap otibdi. Oybek qarasam urushmoqchi. Bordim men, Oybek endi sal slabiy urisha olmaydi. Oybek chetroqqa o'tib tur deb o'zim hal qildim hammasini. Mana endi ahvol. Hozir og'rimayaptimi? Yo'q, yaxshi hammasi. Agar og'risa, bu dori iching yoki doktorga boring, mazmi, biron nima suring. Oybekchi, yaxshimi? Unga hech narsa qilmadi. Ozgina qo'li shilingan, men buncha qilib o'rab olibdi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Kelinglar. Joyida. Bor. Qarab boring. Alo, Yaxshimisan? nima edi? Ishxonangdamiding? Ha, ishxonadaman. Chiqsang sen bilan gaplashib olmoqchi edim. Sizda ishim bor. Hozir ko'chaga chiqaman. Agar qo'lingizga nimadir bo'lgan bo'lsa, siz mendan yaxshilik kutmang. Qaralaring o'tga bo'yaga. Dilim, nima bo'lyapti ishlar? Tinch, yaxshi hammasi. Faqat ko'chaga tanishim kelgan, men chiqib kelsam. Tezroq kelarsiz? Ishlar bor. Nima yashirdingiz? Qo'lingiz ko'rsating. Endi hammasi tushunarli. Bilasizmi? Adashmagan ekanman, sizdaqa insonlardan nafratlanib. Iflos ekansiz. Yeter bu kalp artık taşıyamaz seni. Yeter